Assalomu alaykum. Men Toyirov Xurshid, oliy ma'lumotli shifokor, kineziologman. Bugun sizlar bilan kesarcha kesish yo'li bilan farzand dunyoga keltirganda ona organizmiga va bola organizmiga qanday ta'sirlari bo'lishi va undan keyin qanaqa asoratlar bo'lishi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, onada qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Kesarcha kesishda qorin bo'shlig'ining oldingi tomonidagi mushaklar kesiladi, matka ya'ni bachadon kesiladi va bola chiqarib olinadi. Buning natijasida onani chanoq qismi qorin mushaklari tepaga tortib turishi kerak, lekin kesilishining hisobiga bu mushaklar chanoqni tepaga tortmaydi va chanoq pastga qarab qiyshayishga majbur bo'ladi. Pastga qiyshaygandan keyin bel qismi, ya'ni teskari orqa tomon tepaga ko'tariladi. Buning natijasida belida kesarcha kesish orqali tuqqan onani belida doimiy og'riq bo'ladi. Ikkinchi beldagi og'riqning sababi bu mikrotravmalar, ya'ni epiduralka olganda, anesteziya olganda ukol qilishadi. Ukol qilish natijasida orqa miya ham, umurtqa pog'onasi ham mikrotravma oladi. Bu ikkita ta'sir hisobiga onada ancha vaqtgacha bel og'rig'i kuzatiladi. Keyingisi esa matkada, bachadon qismida shram hosil bo'lganda, ya'ni chandiq hosil bo'lganda, bilasiz, oddiy materialni ham qirqib tashlab, keyin yana uni boshqatdan tikmoqchi bo'lsangiz, ikkita material bir-biriga yaqinlashtirib, keyin tikasiz, ya'ni tortiladi. Xuddi shunaqa bachadonni devorida tortilish yuzaga kelishining hisobiga o'sha joydan oyoqqa o'tgan arteriyalar, mana bu qon tomirlari, bular ham teriga qo'shilib tortiladi. Va mana shu oyoqqa ketadigan qon tomirlari, umuman bu oyoqdagi mushaklar, paylar, suyaklar hammasi normaga nisbatan kam qon oladi. Ya'ni ba'zida shunaqa yozishadiki, kesirchaman 3 ta farzandimni tuqqanman, lekin tuqqandan keyin o'zimni o'sha shug'ullanib, o'zimga qarab tiklab olganman deydi. Lekin ishonavering, mana hozir 15-20 kundan beri kasal qabul qilayotgan bo'lsam, oxirgi oyda koksartroz, ya'ni son chanoq yemirilishi, gonartroz, tizza yemirilishi, to'piqlardagi og'riqlar bilan kelgan odamlarni, o'sha ayol kishilarni 70-80% aynan qorin qismidan operatsiya bo'lgan. Kimdir ko'richak, kimdir matkasidan operatsiya bo'lgan, kimdir kesareva bo'lgan, kimdir yana boshqa sohalarida aynan shu chanoq sohasidan va qorin bo'shlig'ining pastki qismidan operatsiya bo'lgan. Bu operatsiyalar o'zidan hech narsa qoldirmasdan ketmaydi. Yaxshi bitib ketgan taqdirda ham, plastik operatsiya qilingan taqdirda ham o'sha joydagi shramlarda tortishib bitishining natijasida terining ostidagi qon tomirlar, nervlar hammasini o'ziga siqib ushlab oladi. Ya'ni siqilgan qon tomirda, misol uchun, kun davomida oyog'ingizga 100 litr qon kelib tursa, oyoqdagi hamma hujayralar to'yinadi. Endi bu siqilgandan keyin sizni oyog'ingizga 100 litr emas, kun davomida 70-80 litr qon kelib turadi. Ya'ni normaga nisbatan 20-30 litr kam. Endi bu butunlay qon to'xtab qolmagani uchun sizga bilinmaydi. Bu 15, 20, 30 yildan keyin so'raganimizda 30 yil oldin kesareva bo'lganman, 20 yil oldin yo 15 yil oldin kesareva bo'lganman deyishadi. Ya'ni shuncha uzoq vaqt davomida sekin astalik bilan bo'g'im kam qon olganini hisobidan son chanoq bo'g'imida yemirilish bo'lishi mumkin yoki gonartroz bo'lishi mumkin. Bu o'sha praktikadan kelib chiqib aytilayotgan gaplar. Keyingisi esa ona organizmida yana bitta ta'siri borki, kesarcha kesish orqali tuqqan onalarning ko'pchiligida aynan tovon qismida ham muammo yuzaga keladi. Aynan bizga kelgan bemorlarda o'sha shram, ya'ni qirqilgan joy va tovon qismini lichina qilganimizda belidagi og'rig'i o'sha zahotiyoq qo'yib yuboradi. Ya'ni bu narsani ham e'tiborga olishingiz kerak, chunki tovon suyagi orqa tomondan pay orqali umurtqa pog'onasi bilan ham, chanoq bilan ham bog'langan. Bu yerda chanoq qiyshayib tepaga ko'tarilib ketishining hisobidan bel qismida dumg'aza qiyshayadi. Dumg'aza qiyshaygandan keyin L5, ya'ni 5-bel umurtqa bilan dumg'aza o'rtasidan o'tadigan sidalishli nervimiz siqilib qoladi. Va o'sha siz kesarcha kesish orqali tuqqaningizdan keyin, misol uchun 1 yildan keyin bo'lishi mumkin, 5 yil yo 10 yildan keyin bo'lishi mumkin, sidalishli nerv bilan og'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsa ona organizmiga bo'ladigan ta'sirlar. Ya'ni chisti o'sha joydagi tazni o'zgarishining hisobiga bo'ladi bu narsa. Endi bola organizmiga qanday ta'sir qiladi? Bola tug'ruq yo'lidan o'tayotganda spiralsimon harakat qiladi. Ya'ni tug'ruq yo'lida buralib harakat qilib tushadi. Buning natijasida eng katta bu foydasi nimada? Bosh qismidagi suyaklar tug'ruq yo'lidan o'tayotganda sensorniy apparat deymiz. Ya'ni quloqning ustki qismida, chakka suyagida tochkalar bo'ladi. Qaysidir yurakni boshqaradigan
bel qismini boshqaradigan yo tovon, boldirni boshqaradigan, buyrakniki, mochovoy puzir deymiz, siydik pufagini aktivlashtiradigan tochkalar bo'ladi. Ana shu tochkalarni buralish jarayonida aktivlashtirib keyin chiqadi. Buni qanaqa sinashingiz mumkin? Kesircha kesish usuli orqali tug'ilgan farzandingizda e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, bu farzandingizda 3 ta refleks yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Kesircha tug'ilgan bolada emaklash refleksi bo'lmaydi. Ya'ni nima deyish mumkin buni? Agar bolangizga e'tibor bersangiz, u emaklashdan ko'ra qo'yib yuborsangiz, oyog'ini uchida turib, tizzasini yerga tekkizmasdan tepaga qarab ko'tarilib oladi va turishga harakat qiladi. Ya'ni u birdan yotgan joyidan turib ketishga harakat qiladi. Emaklash chunki refleksi rivojlanmagan bo'ladi ularda. Ikkinchisi moro refleksi ham rivojlanmagan bo'ladi bu bolalarda. Uchinchisi esa bu qo'rquv, ya'ni qo'rquv payti ko'krak qafasini kerib, qo'limizni mana bunaqa qo'rqqan paytimiz mana bunaqa anaqa nima desa bo'ladi? Ajablanganga o'xshab organizmimiz muzlab qolishi kerak. Bu payt ko'krak qafasi kengayadi, diafragmalar pastga tushadi va shunda nafas olish jarayoni yaxshilanadi. Shuning uchun kesareva bo'yicha tug'ilgan bolalarning ko'pchiligida tor joyga tushib qolganda, yo qattiq quchoqlaganingizda, yo ko'rpani ostiga misol uchun tushirib erkalamoqchi bo'lsangiz, yo bo'lmasa boshqa o'yinlarda bolalar bilan o'ynaganda e'tibor bersangiz, nafasi qisib baqirib qoladi. Ya'ni ularda fobiya rivojlanadi tor joyga nisbatan. Bu 3 ta refleksni ham keyinchalik, misol uchun bolangiz 5 yoshmi, 10 yoshmi, 20 yoshmi, uylanadigan yoshda 30 yosh bo'lganmi, farqi yo'q. Bu bolalarni kineziologlar aynan sensor, chakka qismida joylashgan sensor tochkalarni aktivlashtirish orqali yoqishi va o'sha boladagi qo'rquv fobiyalarni yo'qotib berishi mumkin bo'ladi. Keyingisi esa bunday bolalar ota-onasidan doim talab qiladi. Biror narsani olgandan keyin minnatdorlik hissi bo'lmaydi. Ya'ni ota-ona shunga majbur deb o'ylaydi. Doimiy ota-onasini oldida bo'lishga harakat qiladi. Mustaqil fikrlab, mustaqil biron qaror qabul qilish ularda rivojlangan, lekin alohida ularni chiqarishdan ko'ra ota-onasi atrofida bo'lsa, uni oldiga borishga harakat qiladi. Endi kesircha usulda tug'ishni ham o'zini shartlari bor. Misol uchun sizda bo'lishi mumkin, qanaqadir pokazaniya bo'lishi mumkin. Zreniyangizda, ichki organ kasalliklaringizda, davleniyada yo boshqa qanaqadir sog'lig'ingizga bog'liq bo'lgan sabab va pokazaniyalar bo'lishi mumkin. O'sha paytda siz majbur shu ishni qilgandan keyin, ya'ni kesircha kesish orqali tuqqaningizdan keyin nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Birinchi qilinadigan ish bu o'zingizni sog'lig'ingizni tiklashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha shiram bo'lgan joyda matkadan qirqilgan yo qorin mushaklari qirqilgani uchun chanog'ingiz oldinga tushib ketadi va bel qismi tepaga ko'tariladi. Demak, sizga kerak bo'ladiki, bel qismidagi mushaklar bo'shashishi uchun o'sha joyda ko'proq massaj qilishingiz kerak. Ikkinchisi esa qorin muskullarini oradan 5-6 oy o'tgandan keyin sekinlik bilan pressga, ya'ni qorin mushaklarini oldingi tomonini mashqlarini bajarib borishingiz kerak. Agar sizda reabilitatsiya yaxshi bo'ladigan bo'lsa, tez tiklab oladigan bo'lsangiz, ya'ni chanoq joyiga qaytadi, bel mushaklari qo'yib yuboradi, beldagi og'riqlar qo'yib yuboradi. Faqatgina bitta narsa qoladi, bu bachadondagi shiram, ya'ni chandiq. Bu chandiqni ishlashni, chandiqni o'zini massajlari bor, bu massajistlar bilishadi. Kineziologlar chandiqda bloklanib qolgan nervlarni, qon tomirlarini ochib berisha oladi. Ularga o'sha hech bo'lmasa 3-4 marta borib, o'sha chandiq atrofidagi qon tomirlar, nervlar hammasini ochtirib olishingiz kerak bo'ladi. Shundan keyin organizmingiz to'laqonli o'zini tiklab olishiga sharoit yaratgan bo'lasiz. Shu kabi sog'lig'ingizga foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lishni unutmang.